Qizchaq karvat ostiga yo'shirinib dadasi bilan mukishmak o'ynayotgan edi. U mushu qitimliqning dadasini eng oxirgi qitim ko'rishi bo'lib qolganligini o'ylabmi baqmagan. Dadasi ko'z yumish oldida qiziga illiqini kulimsirab qo'ydi. Orqa tarafdan tuyuqsiz bir qotil dadining bishiga to'mir kaltak bilan balan soladi. Qizchaqning yuz ko'zlari butunlay dadasining qini bilan bo'yilib ketdi. Shuna qilib qizchaq dadasining qaslab o'ldirilish jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Qizchaq hattoki cho'ng'iq tinishqon pitnolmay tishini tishlab jinini saqlab qolmoqchi bo'ldi. Biroq o'ylamgan yerdan iliqi qotil yana qaytib keldi. Odamni tixim hayron qoldirdigini qotil u qizni shu joyda o'ldirib o'tmasdan uni boshqa bir uyga elib keladi. Orqadan bir badbashara er kirib keladi. Qizchaq hayot mamatliq shu paytda turayotganda tuyuqsiz bir sirliq er uyga bosib kirib, iliqi badbashara erni jinidan judo qiladi. Tuyuqsiz uy ichida bir pay o'q ovozi angladi. Aslida iliqi kichik qizchaq orqa tarafdagi bir qotilni etib o'ldirgan edi. Iliqi sirliq ermi bu qizga bir qarab o'tgandan keyin uning odatdagi kichik qiz emasligini tunib yetadi. Hamda uni hech ikkilanmasdan bek qoladi. Shuna qilib u sirliq er bu qizni intayin qobiliyatli kasbiy qotil qilib yetishtirib chiqadi. U sirliq er bo'lsa dal shu joydagi qarg'ura atamani dalay bo'lib, kichik qizning ismi bo'lsa Shavchu. 10 yildan keyingi bir qitimliq suv osti mashqida Shavchuga bir kelishmaslik keladi. Dalay suv ostidagi hammaylanga bir taldan pichoq tarqitib o'zini qutqizib qirg'oqqa chiqishga buyuradi. Ko'pchilik orqa-orqadan qirg'oqqa chiqqan bo'lsa-mu, Shavchu yana hech shartsiz qirg'oqqa chiqmaydi. Dalay bu vaqtda sal g'alatilik his qilib, hech o'ylanmasdan suvga sakrab Shavchuni qutqizib chiqadi va orqadan uningga sun'iy nafaslantirish ilib boradi. Shunday qilib Shavchu oxiri hushiga keladi va orqadan uning chiroyida kulik tabassumi jilvalanadi. Shuningdan aniq ko'rilishga bo'ladiki, Shavchu allaburun Dalayni yaxshi ko'rib qolgan edi. Aradan uzun o'tmay Shavchu dadasini o'ldirgan qotilni topadi. Bu odam ko'rinishga intayin hiylagar bo'lib, amaliyotda buning hammasi uning Shavchuni tutish uchun qurgan qopqin edi. U qiyri adlaq Shavchuni tutib olgandan keyin intayin qiynaydi. Hamda bu orqali puxadan chiqmay qizchaqning oldida uning putini chiqib o'tish uchun harakatlanib qizni tixim qo'rqitmoqchi bo'ladi. Buningdan Shavchuning butun badani titrab ketadi. Qiyri er qizchaqqa rasmiy qo'l solmoqchi bo'lganda tuyuqsiz yana Dalay paydo bo'lib, intayin chaqqonlik bilan naq maydondagi barliq cho'moqchilarni o'ldirib tugitadi. Hamda o'z qo'li bilan Shavchuning dadasini o'ldirgan qotilning jinini ilib uning uchun qisos oladi. Shuning bilan Shavchu bu ani tixim yaxshi ko'rib qoladi va oxiri ishkala Murat maqsadiga yetib baxtli to'y turmushiga qadam bosadi. Dalay Shavchuga to'ydan keyin barliq urush talashlardan qo'l uzib tinch turmush kechiradiganligiga va'da berdi. Biroq yaxshi kunlar uzoq bormayla ikkisi shiyana o'tkazayotgan mezgilda Dalay bir sirliq telefonni qabul qilib shu zamat bu yerdan ayrilib ketib qoladi. Hech kim Dalayning bu ayrilishining mangulik ayrilish bo'lib qoladiganligini o'ylabmi baqmagan edi. Shavchu Dalayning kelishini saqlayotgan shu kunlarda uning ko'rgini bo'lsa, butunlay qon ichida yotgan Dalayning jasadi bo'ladi. Dalayning o'limi bilan Shavchuning dadasining o'limi o'pma o'xshash edi. Aslida Dalay Shavchuning dadasini o'ldirgan qotilning boshqa odam ekanligini bilib, Shavchuning o'rnida uning qisosini ilib ayoliga sovg'at sifatida sunmoqchi bo'lgan edi. O'ylamagan yerdan bu jarayonda o'zi qaslashga uchrab o'lib ketadi. Ammo to'y qilgan yo'ldoshining jasadini ko'rgan Shavchu azobdan butunlay tugishib ketadi. Hamda o'zi yolg'iz yo'ldishini o'ldirgan qotilning turar joyiga bostirib keladi. Shuna qilib bir maydon qanliq jang boshlanib ketadi. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, filmga yurak berayotgandan keyin Ipar TV saloniga 26 raqamini yo'llab ko'ring.